Nima sababdan Real muxlislari Kylian Mbappe jarohat olganida xursand bo'lishdi? Hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, men sizga to'liq ma'lumotni tushuntirib beraman. Bilasiz, kecha Real Betisga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda o'yinchi deyarli 80-daqiqada uni almashtirishni so'radi va keyinchalik ma'lum bo'lishicha Kylian jarohat olgan ekan va shu xabardan keyin ko'p realchilar xafa bo'lib yoki jahl qilishadi deb bir paytda o'ylab turganimizda ular aksincha xursand bo'lishni boshlashdi. Sababi esa statistika. Qarabsizki, fevral oyida fransuz o'yinchi jarohat olgan paytda Real bu yili o'zini prime davriga chiqib, ham mag'lubiyatga uchramasdan undan tashqari ajoyib tarzda Manchester City'ni Chempionlar Ligasidan chiqarib yuborgan edi. Undan keyin esa Mbappe yana bir bor qaytganidan keyin achinarli tarzda ular shu turnirni tark etishdi. Va eng qiziq joyi shundaki, yana asosiy tarkibda tushgan so'nggi 7 ta o'yinda jamoa faqatgina bitta g'alaba qozondi. Va bu ham kamlik qiladigan bo'lsa-da, bir xil odamlar o'yinchi hali Realga kelishidan oldin bu jamoa qanchalik kuchliligini eslab, u kelganidan keyin hamma narsa barbod bo'lishni boshladi deb aytishni boshlashdi. Xo'sh, sizningcha jamoa yomon o'ynashiga rostdan ham diktatorning aybi bormi? Fikringizni albatta izohlarda yozib keting. Eng qizig'i, hozirda jamoa endi yozda o'ziga top hujumchi olib kelmoqchi. Va bu kimligini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling.